Ushbu stendimiz ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish kafedrasi ilmiy tadqiqotchilari tomonidan bosim, sath, sarf va temperatura parametrlari ustida olib boriladigan ilmiy tadqiqot ishlari uchun natijalarni olish uchun mo'ljallangan ilmiy laboratoriya stendi hisoblanadi. Ushbu laboratoriya stendimizda biz ko'rib o'tishimiz mumkin sathni, sarfni va bosimni hamda temperaturani rostlashni. Ilmiy tadqiqotchilarimiz ushbu laboratoriya stendimiz asosida proporsional integral differensial rostlash qonuniyatlari asosida demak o'zlariga o'ch xarakteristikalarni qurib olishi mumkin bo'ladi. Misol tariqasida ixtiyoriy bitta parametrni olib ko'rishimiz mumkin. Bu yerda demak o'ch xarakteristikasi sifatida sathni o'zgarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Agar biz nasosimizni ishlatib sathimizni o'zgarishini ko'radigan bo'lsak, demak bu yerda sathni o'zgarishini pit kontroller yordamida boshqarishni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu laboratoriya stendlarimizda ilmiy tadqiqotchilarimiz pnevmatik, elektropnevmatik va gidravlik tadqiqot ishlarini olib borishadi va har bir elementlarni gidravlik, elektropnevmatik qurilmalarimizning ijro mexanizmlarini, elementlarini bu yerda tadqiqot ishlari bilan sinab ko'rishlari mumkin. Hamda shu bilan bir qatorda dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarimiz yordamida qilingan loyihalarini bu yerda tadqiqot ishlari orqali natijalarni sinovdan o'tkazish mumkin bo'ladi. Ko'rib turgan laboratoriya stendimiz bizga pnevmatik elementlarni va sensorlarimizni ishlashini tadqiq qilishga yordam beradi. Bu yerda tadqiqotchilarimiz tomonidan releli boshqarish tizimida demak ijro mexanizmlari, sensorlarimizni ishlashi ko'rib chiqilgan. Ushbu laboratoriya stendimizda ilmiy tadqiqotchilarimiz dasturlanuvchi mantiqiy kontrollerlarga loyihalar yozib qo'yishadi va ular ustida olib boriladigan loyihalarni amalga oshirishadi. Bu yerda Siemens kompaniyasining ESET1200, ESET1500 kontrollerlari joylashgan bo'lib, ushbu kontrollerlarimizga loyiha qilish orqali turli modellarni qurib, tekshirib ko'rishlari mumkin bo'ladi. Bu yerda ilmiy tadqiqotchilarimizning bitta amalga oshirgan ishi sxemasi yig'ilgan bo'lib, bu yerda majlislar zalida navbatlarni hosil qilish va ularni loyihalash ko'rib chiqilgan hisoblanadi. Va shunga o'xshash turli laboratoriyalarni, turli ilmiy tadqiqot ishlarini ushbu laboratoriya stendlarimiz orqali amalga oshirishimiz mumkin.